Tasavvur qilsanglar, mana mana qip-qizil bo'lganda, kiyurganidan oqarib ketgan quyoshdan. Fransiyalik sayyoh velosipedda 1-iyul kuni Fransiyani tark etib va keyin Toshkentga, O'zbekistonga 1-dekabrda keldi va men bilan 2 oy davomida, 3 oy davomida sayohatlarga chiqdi va bugun xudo xolasa O'zbekistonni tark etib, Qozog'iston, keyin Xitoy, keyin Koreya va oxiri Yaponiya va o'tdan turib esa Transsibir degan uzun poyezd bor. O'sha yerdan oxiri Yevropagacha poyezdda boradi. Ko'p narsa olmagan. Roman, can you tell us what do you have? Starting from this one, what do you have here? My hat and some snacks. Okay. What about here? Here is my emergency kit. Uh-huh. Here is my food. Uh-huh. Here my clothes. Uh-huh. My tent. This is the tent, right? And my mattress and Mattress. sleeping bag. Uh-huh. And that's it. You don't have any other things. Oh my god, that's crazy. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana bu narsa bor, bu narsa bor va bu yoqda bor va keyin bu yerda bor va bu yerda bor. Bu nimaga qilinadi? Yo'lda kechasi yurgan paytda yoki kunduzi sal shomga yaqin paytlarda chiroq yonib turishligi uchun, odamlar uni ko'rishligi uchun har doim xavfsizlik birinchi o'rinda turadi. Mana bu yerda даже faralarigacha bor ekan, qaranglar. Bu videoni sayohatlarni yaxshi ko'radigan tanishingizga tashab qo'ying.